$99,000 shahardan 1-2 xona remontli uy olgandan ko'ra mana o'zim ham mashg'ullanib qolgan bo'ladim. 2,5 sotixlik yangi obyektimiz, bino 355 kvadrat. Kiraverish bu yerda asosiy darvoza, yashil maydon uchun joy, 2 mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Joylashgan joyga keladigan bo'lsak, o'je uzoqda ekan deb o'ylamang. Yangi 16 yillik Bunyodkor mahallasida joylashgan. Betonkada 2,5 kilometr nari berisi kirganimizda joylashgan. Полноценный hovli, hech qanaqa kottej emas, high-tech stilida. 355 kvadrat bino. Okey. Masalan, kvartira bilan solishtiradigan bo'lsak, 2 xona, 3 xona bersa, bu yerda okey 5 ta xona bor, 6 ta bemalol qivorsangiz bo'ladi. Sizni katta oilangizni o'zini ichiga bemalol sig'dirib ola oladigan joy bo'lgan. Narxiga juda zo'r obyektimiz chiqdi. Masalan, agar bunda olib hisoblaydigan bo'lsak, 25,000 quruq yer o'zi bo'lsa, 60,000 sizga yer o'zi aylanyapti. Yana bu yerga endi menimcha 40,000 dan sal ko'proq pul ketgan. Chunki mana qarang, mana plita, ikkinchi qavatimiz ham mana plita tashalgan, eng tepa qavatimizni tom qismimizda ham plita tashalgan. Xullas sifatlisidan qurilgan. Hol, oshxona, bu yoq tarafimizda zal, общий санузел, bu yerda bo'lsa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Holimizni tepasi mana shunaqa polni 2 qavatli qilingan, ya'ni 2 qavat o'zi hol bo'lib turibdi. Yo forsangiz, tepada yana bitta xona bo'ladi. Pul tikib qo'ysangiz hamcha aka, bu joy narxi oshsa oshadi, tushmaydi. Primoy, o'rtada hech kim yo'q. Joyi egalarini, telefon raqamlarini yozib qoldiraman, murojaat qilaverasiz. Faqat akam aytdilarki, Murod bo'lishini aytaylik dedilar. Bo'lish narxi 99,000. Mana Primoy, akamning o'zlarining nomerlari.